Kuz, qish mavsumlarida farzandingiz sog'lom bo'lishini istasangiz, bu 3 ta narsaga bee'tiborlik qilmang. Keling, men bu haqda gapirib beraman. Sizlar esa ungacha bizga obuna bo'lib qo'ying. Birinchisi, farzandingizga to'g'ri ovqat va vitaminlarni bering. Meva, sabzavot, vitamin C va sinkga boy bo'lgan mahsulotlar immunitetni kuchaytiradi. Oziq-ovqat bir xil bo'lib qolsa, bola tez-tez kasal bo'ladi. Ikkinchisi, havoga mos kiyintirish va to'g'ri kun tartibi. Bola sovuqni sezmaydi, lekin aynan sovuq, shamollash va kuchli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Farzandingizni ob-havoga moslab kiyintiring, uyqu va dam olishiga e'tibor bering. Uchinchisi, uy havosi toza va nam bo'lishi kerak. Agarda xona havosi quruq bo'lsa, u burun va tomoqni quritadi. Shuning uchun xonani shamollating va imkon boricha havo namlagichdan foydalaning. Agarda farzandingiz shamollash va nafas yo'llaridagi kasalliklarga chalinsa, uni davolashda Doktor Panda sizga yordam berishga tayyor. Doktor Panda bilan farzandingizni qo'rquvlarsiz va yig'alarsiz davolashingiz mumkin. Ushbu videoni farzandi bor onalarga yuborib qo'ying. Doktor Pandani esa shaharingiz dorixonalaridan xarid qilishingiz mumkin.